qalin zamogli ishlatib keladi. Bunda bostiruvga qulay. Yaxshi kam buziladi. Bu mana Jack mashinkamiz qo'yib berildi. Sizlarda o'zi asosan boshqa brend mashinkalari ekan. Va Nodir. Boshqa tekstildagi tikuvchilar samodagi tikuvchilarga havas qilsa kerak. Chunki bunaqa go'zal tabiatli bog'ni boshqa tekstillarda men ko'rmaganman. Gigant fabrikalardan bo'lmish Sama fabrikasiga tashrif buyurganmiz. Bu yerdagi avtomat mashinkalarimiz Sama fabrikasining sifatini qay darajaga oshirganini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum, Xormang, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bu mashinkani qanchadan beri ishlaysiz? Bir oydan beri. Bir oydan beri. Fabrikaga qachon ishga kirdingiz? Fabrikaga 1,5 yil bo'lyapti kelganim. 1,5 yil. Oldin nima ish qilardingiz? Bu mashinada ishlashdan oldin. Dazmol sohasida. Dazmol. Tikuvchilikdan xabaringiz yo'q. Yo'q. Bu mashinada ishlash osonmi, qiyinmi? Qulay, oson. Hop. Mashinkani chok sifatlari, buzilish qanday? Tez buzilmaydimi? Yo'q, mashinka xato qilmaydi. Agar qachonki odam xato qilmaguncha mashinkada ayb bo'lmaydi. Ha. Mashinkaning toklari, boshqalari hammasi joyida. Gap yo'q. Bir kunda nechta tikyapsiz? 800 atrofida. 800 ta. Harakat qilsangiz qanchagacha olib chiqa olasiz? Harakat qilsa 1,5 minutaga olib chiqish imkoniyati bor. 1,5 taga chiqish imkoni bor. Tezlashsa, xudo xolasa. Bu mashinka ish sifatini qanchaga oshirib berdi deb o'ylaysiz? Deyarli 100%. 100%, ya. Nechta tikuvchini ishini qilyapsiz siz bitta o'zingiz? Hozirda 8 ta operatsiya. 8 ta tikuvchini bitta o'zingiz ishini qilasiz. Gap yo'q. Ishlaringizga omad, charchamang. Assalomu alaykum, Xormang, yaxshimisiz? Charchamasdan. Xo'p, aka, bu fabrikaga qachon ishga kirgansiz? 2024. 2 yil bo'libdi. Ha. Xo'p, bu mashinkada qachondan ish boshladingiz? Bu yil 1 oy bo'ladi. 1 oy bo'ldi. Xo'p, ish qulayliklari qanday ekan? Ishlash osonmi, qiyinmi? Ha, oson. Tikuvchilik xabari yo'q odam ham qilsa bo'lar ekan, oson. Materialni qo'yib, o'lchovlarni bitta qilib qo'yib, boshqasi bo'lar, qulay ancha. Ha, gap yo'q. Mashinka ko'p buziladimi, kammi? Yo'q, kam. Deyarli buzilmaydi. Nina almashtiriladi, ip o'tkaziladi xolos. Ha, gap yo'q. Hop, mashinka servis qarab, bolalar vaqtida kelib, ko'rib, yaxshi zo'r ular. Servis xizmatlari hammasi joyida. Gap yo'q. Bu mashinkada bir kunda qancha ish tikib bera olasiz? Buni bir kunda 1000 taga yaqin chiqarsa bo'ladi. Har xil modellarda. Ha, modelga qarab, har model o'zgaraveradi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Alaykum assalom. Siz bu yerda kim bo'lib ishlaysiz? Bu yerda ish boshqaruvchiman. Men bu kevarlar bilan shu ikkala kamlarda ish boshqaruvchilik qilaman. Ha. Bu fabrikada qachondan beri ishlaysiz? Men xudo xolasa bu fabrikada 15 yil, 16 yildan beri ish boshqaruvchi bo'lib ishlayman. Ha, yapti. Bu mana Jack mashinkamiz qo'yib berildi. Sizlarda o'zi asosan boshqa brend mashinkalari ekan. Qanday tafsilotlaringiz? Ha, xudo xolasa mashinalar zo'r. Ishlash jarayonlarida yaxshi asqatyapti. Chunki undagi imtiyozlar yaxshi ekan. Zamonaviylashganligi uchun kevarlarimiz qiynalmasdan ish olyapti. Chok sifatlari, servis, Choklari ham yaxshi, tekis, qalin narsalarimizda qiynalmasdan bostirib chiqarib berisha olyapti. mashinka tez buzilib qolmaydimi? Buzilishi, servis xizmatlari bolalar vaqtida keladi. Hali servis xizmatlariga unchalik muhtoj bo'lmadik. Chunki ish jarayonida o'zini o'zi sozlaganligi uchun chevarimiz oson va qulay ishlaydi. Ana endi tikuvchini o'zidan intervyu olamiz. Assalomu alaykum, Xormang. Yaxshimisiz? Hop, Jack mashinkamiz qanday ekan? Ishlashlari yaxshimi? Chok sifatlari haqida hozir o'z fikringizni bildirsangiz. Bu mashinamiz rosa yaxshi. Chunki bizni konveyerda qiyin modellar keladi. Mana qalin zamogli ishlatib keladi. Bunda bostiruvga qulay, qalin joylarda, zamoglarda oson yuraveradi.
O'zi bu fabrikada qachondan beri ishlaysiz? 8 yil bo'ldi bu yerda ishlayotganimga. 8 yildan beri ishlayman. Bu mashinani yaqinda qo'yib berishdi. Ha. Lekin rosa yaxshi yurishlari. Оборот juda baland. Xohlaganda оборот ko'tarib ola olasiz. O'z xohlaganda balandlikka chiqadi. Foydalanish oson. Oson va qulay. Ya'ni qalin joyda ham, yupqa joyda yurganda yurib tez o'tadi. Ana endi Belfoys tikadigan tikuvchimizdan ham intervyu olamiz. Assalomu alaykum, hormang, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, barobar. Bu mashinkada qachondan beri ishlaysiz? 2016dan 2006-yildan beri Belfoys tikasiz, to'g'rimi? Sizlarda asosan boshqa brend mashinkalari ekan, bu Jack'da nima farqlari bor boshqa brenddan? bu o'zi ip yuzadi, avtomat, Soch sifatlari qanday? so'sh sifatlari a'lo. Tikuvchilikni qachondan beri qilasiz o'zi? Shu sanoda boshlaganman. Samoda boshlagan. O'zi Xorazmliman. Ha, Xorazmdangisiz. Gapni bu yoqqa qanday kelib qoldingiz? O'zabodda yashayman. Ha, super. Gap yo'q. Rahmat, ishlaringizga omad, charchamang. Rahmat. Ushbu fabrikaga avtomat tugma mashinkamizdan ham qo'yib berganmiz. Bu tikuvchimizdan ham bitta intervyu olamiz. Qani ketdi. Assalomu alaykum, hormang, yaxshimisiz? Salomat bo'ling. Bu fabrikada qachondan beri ishlaysiz? 1 yildan beri. Bu tugma mashinkasida qachondan beri ishlaysiz? 3 oy bo'ldi kelganiga 3 oydan beri ishlayapman. Boshqa brend bilan bundan nima farqi bor ekan? Naborot tez. Sifatli chiqaradi. O'tib qolib ketmaydi. Ko'p buzilmaydimi? Servislari qanaqa? Yaxshi, kam buziladi. Bu mashinka sizni ishingizni sifatini qanchaga oshirib berdi deb o'ylaysiz? Umuman puli joyiga qaytmaydi menga. Yaxshi, anchaga oshirdi. Gigant fabrikalardan bo'lmish Samo fabrikasiga safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda siz ham o'z biznesingizni shu darajaga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Operatorlarimiz sizga to'liq ma'lumot berishadi. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like va podpiska knopkasini bosish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.